Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi Toshev Olmos Nuriddinovichman. Siz bilan bugun Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish o'quv modelining birinchi mavzusi, ya'ni Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy tarbiyani amalga oshirish hamda uning talablari borasidagi mavzumizni o'rganib chiqamiz. Demak, ta'lim to'g'risidagi qonunga qaraydigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tizimidagi, maktabgacha ta'lim sohasidagi asosiy vazifalarimizdan bittasi ta'lim va tarbiya berish ekanligi belgilab qo'yilgan. Mazkur qonunda, demak, ta'lim va tarbiya tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi. Ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarni shakllantirishga, qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayonga ta'lim tushunchasi qo'llanilar ekan. Xuddi shuningdek, tarbiya aniq maqsadli, ijtimoiy tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib kamol toptirishga qaratilgan, ularning ongini, ma'naviy axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayonga tarbiya deyilar ekan. Tarbiya borasida, demak, maktabgacha ta'lim tashkiloti bizni vazifamiz ta'lim va tarbiya berish ekan. Demak, tarbiya borasidagi qabul qilingan asosiy hujjatlarimizga to'xtalib o'tamiz. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 1059 qarori 2019-yil 31-dekabrda qabul qilingan. Mazkur qarorda bola tarbiyasida milliy tarbiya usullari hamda zamonaviy pedagogikaning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlarga o'rgatish belgilab qo'yildi. Demak, aynan mana shu uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini qanday amalga oshiramiz, bolaga qanday qilib milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rgatamiz degan savolga qarorda, demak, bu jarayon 4 ta bosqichda amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Xususan, uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasida birinchi bosqich sifatida oila tarbiyasi belgilangan va u o'z ichida 2 davrga bo'linadi. Homila davri hamda bola tug'ilgandan 3 yoshgacha bo'lgan davrda uning tarbiyasi. Ikkinchi bosqich maktabgacha ta'limda, ya'ni 3-7 yoshda bo'lgan davrda bolaning ma'naviy tarbiyasi. Uchinchi bosqich umumiy o'rta ta'lim tizimida, u ham o'z ichida 2 davrga bo'linadi. Boshlang'ich sinf va yuqori sinflarda, demak, bolaning ma'naviy tarbiyasi. Bunda tarbiya darslari, sinf soatlari yoki kelajak soatlari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar orqali ularning ma'naviy dunyoqarashi boyitib borish ko'zda tutilgan. 4-bosqich ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan yoshlar, shuningdek o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari tizimida 2 davr asosida, birinchi davr o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan 17-30 yosh oralig'idagi yoshlarimiz hamda ikkinchi davrda o'rta maxsus kasb-hunar oliy ta'lim muassasalarining o'quvchi talabalari, demak 15-24 yoshni o'z ichiga qamrab oladi. Mana bu jarayonda, demak, ularni ma'naviy tarbiyasi bilan shug'ullanish. Biz bilamizki, o'sha ta'lim tashkilotlarida albatta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar orqali, demak, talabalarni, o'quvchilarni, tarbiyalanuvchilarni ma'naviy dunyoqarashi oshib boriladi, ularga milliy va umuminsoniy qadriyatlar o'rgatib boriladi bu davrda. Demak, mazkur uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini birinchi bosqichi oila tarbiyasi deb nomlanadi dedik. Demak, u ham o'z ichida 2 ga bo'linadi. Birinchi davrda aynan hududlardagi oilaviy poliklinikalarda, mahallalarda homilador ayollar bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik, ma'naviy ma'rifiy, tibbiy va psixologik yordam ishlari tizimli ravishda tashkil etiladi. Yosh ota-onalar bolani tarbiyalash va parvarish etishga tayyorgarlik ko'radi. Demak, oila tarbiyasini birinchi bosqichi bu homiladorlik davri deb hisoblanadi dedik yuqorida. Ikkinchi davr bola tug'ilgandan 3 yoshgacha bo'lgan davrda amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlar metodikasi ishlab chiqiladi va hamda amaliyotga joriy etish mazkur qarorda o'z aksini topadi. Ikkinchi bosqichimiz bevosita 3-7 yoshli bolalarda, ya'ni maktabgacha ta'lim yoshida bo'lgan bolalarga ularning ma'naviy tarbiyasi o'rgatilishi kerak. Xususan, aynan 3-7 yoshli bolalarda qaysi fazilatlar rivojlanishi kerak bu davrda? Aynan ota-onalar va pedagoglar tomonidan bu yoshdagi bolalarga birinchi navbatda o'z tuyg'ularini boshqarish ko'nikmasini rivojlantirish o'rgatilishi kerak. Ikkinchi navbatda o'z xatti-harakatlarini axloqiy boshqarish ko'nikmalarini yuzaga kelishiga o'rgatishimiz kerak. Uchinchisi, shaxsiy fazilatlar asoslarining paydo bo'lishiga, o'g'il bolani o'g'il bolaga xos bo'lgan mard, to'g'ri so'z, jasur bo'lib voyaga chiqishiga, qiz bolalarga, demak, qiz bolaga xos bo'lgan fazilatlarni o'rgatib borishimiz kerak bo'ladi. Hamda ijtimoiy motivlar va milliy an'analarga qiziqishning paydo bo'lishi, o'zini namoyon qilishga intilish, muvaffaqiyatga erishish ehtiyojining tug'ilishiga erishishimiz kerak bo'ladi.
o'ziga o'zi baho berish, tevarak atrofdagilarga ma'naviy axloqiy munosabatning paydo bo'lishiga erishishimiz kerak. Bola faoliyatining yetakchi turlari bor: muloqotlar, o'yinlar, mashg'ulotlar. Aynan mana shu jarayonda bolaning nutqi bilan birga unda ma'naviyat asoslari rivojlanishi kerak. Masalan, o'sha nimani aytish mumkin, nimani aytish mumkin emasligini aynan 3-7 yoshli davrdagi bolalarga o'rgatib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aynan 3-7 yoshda tarbiyachilar va ota-onalar tomonidan ushbu yoshdagi bolalarga demak asosiy faoliyat turlari jarayonida o'zini o'zi anglashga o'rgatish, muloqot, kuzatish va taqlid orqali kattalarning ma'naviy axloqiy tajribasini o'zlashtirish, o'zining va boshqalarning xulqiga baho berishga o'rgatish, faoliyat va syujetli rolli o'yinlar orqali yangi motivlarni paydo qilish va mustahkamlashga erishish, ma'naviy axloqiy ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, kundalik turmushda xavfsizlik qoidalarini o'rgatish, kattalar, ularning mehnati, kasblar, turli kasb egalariga xos shaxsiy fazilatlar to'g'risidagi tushunchalar berish, o'yin, o'zaro munosabatlar, oiladagi munosabatlar, yaqin kishilarga g'amxo'rlik qilish ehtiyojining paydo bo'lishi orqali xarakter sifatlarini shakllanib borishiga erishishimiz kerak. Hamda bola tarbiyasida milliy tarbiya usullari va zamonaviy pedagogikaning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlarga o'rgatish belgilab qo'yilgan. Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, uzluksiz ma'naviy tarbiya jarayonining tizimli tashkil etilishi tarbiya sohasining ilg'or, innovatsion texnologiyalar asosida takomillashuviga, yoshlarning vatanga sadoqat, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi tayanch kompetensiyalar bilan mustaqil hayotga kirib borishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Oila ta'lim tashkilotlari, davlat tashkilotlari va nodavlat ta'lim tashkilotlari ota-onalarda boy milliy tarbiyaviy merosimiz to'g'risida bilimlar shakllanadi. Ularni o'rgatish, ularni saqlash, targ'ib qilish, o'rgatish orqali milliy fazilatlarimizning avloddan avlodga bezavol o'tib borishi ta'minlanadi. Demak, Vazirlar Mahkamasining uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 10/9 qarorida umuman ma'naviy tarbiya belgilab berilgan. Ya'ni bola tug'ilmasidan tortib to o'sha voyaga yetgunga 30 yoshga qadar to'lguniga qadar bo'lgan davrda ularning ma'naviy tarbiyasini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etishi belgilab qo'yilgan. Va bu jarayonda bola tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rgatib borish muhim ekanligi belgilab qo'yilgan. Aynan mana shu jarayonda ota-ona, oila tarbiyasi hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog xodimlarning tarbiya borasidagi ishlarini demak mas'uliyatli bir vazifa sifatida olamiz va mana shu bilan demak mavzumizni yakunlaymiz. Sizga mashaqqatli kasbingizda, keyingi faoliyatingizda omadlar tilaymiz. Bola tarbiyasida hech qachon charchamasliklaringizni so'rab qolamiz. Mabodo mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, institut saytiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta keyingi mavzularimizda bevosita savollaringizga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Ishlaringizga rivoj, e'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.